Assalomualaykum aziz obunachilarimiz. Bilaman 120 ming dollara, 110 ming dollara yarım plan joylarni olib yursizlar. Men sizlarga bir plan ko'rsataman. Hozir 450 metr kvadrat. Bu taraf ham ko'chaga qaragan, orqasi ham ko'chaga qaragan. Bir dana like, podpiska so'rayman. Chunki like, podpiska arzidon joy. Yaqinlar hovli joyimiz Toshkentskiy planda. Bismillah, narx arzonladi. Yarım plan 120 ming, 110 ming dollar kvadratlardan ham arzon bo'ldi endi. Qaranglar. Bu yerda shuningdek katta bir dolan hudud. Görüp turganlaringizdan birinchi chetdan ko'rib ketamiz yaqinlar. Eshiklarni ham zo'rindan qo'yib berganlar. Bu yerimiz oshxona. Kattaligini ko'ringlar, o'rta darajada katta. Bu yerda ustar kursilarni qo'yib, kuxnilarni qo'yib, bemalol o'tirsa bo'ladi. Oppoq bo'lib turganini plus taraflarini aytib o'ting sizlarga. Oq bo'lib turganini xohlasangizlar neoklassika, xohlasangizlar minimalizm, xohlasangizlar oboy, xohlasangizlar atachento qilib remont qilib beraverasizlar. Bu yerimiz zal. Yaqinlar buning kattaligini qaranglar. Patologlar ham taxlangan. Eshiklar ham ajoyib. Bu yerda yana ikkinchi dalan hududimiz. Planirovka zo'r tushgan, qaranglar. Kuxnya, zal. Bu yerda mehmonlarni kutib olib, bu hududimiz endi bu yon tarafim уже privatniy zona bo'ladi. Ko'p aytib o'taman, shuni yevropeyskiy sistema zo'r baribir. Bu yerimiz yuvinish bo'ladi. Patologgacha kafillar qilingan, kafellari qo'yilgan. Yaqinlar narxini aytib o'taman, oxirida kuzatib qo'yinglar, ko'rasizlar. Oxirida kuzatmayincha bir bilib bo'lmaydi. Loyiqmi, loyiq emasmi, kommentda yozib berasizlar. Bu yana bir zal bu katta. Yo'q, bu yerda bolalarimiz ko'p desangizlar, spalnet tashlasangiz ham bo'laveradi u zaldan. Bu yerda detskiy ina. Ikki bola bemalol sig'adi beray. Ki detskiy garnitur полностью sig'adanma jihozlar bilan. Bu yerda yana bir spalni. Bu ikkinchi spalni. Qaranglar. Bunda esa uchinchi spalni. Yaqinlar ko'rdingizlarmi? 3 spalni banda bu tarafdan aytib o'ting. Bu tarafimiz ham orqa ko'chaga qaragan bir atib bersangizlar, garaj atib bersangizlar ham bo'ladi bu yerni. Yana bir ko'chaga qaragan. Yaqinlar narxini sırası aytib o'ting, 92 ming dollar. Joy o'rinni narxini bir ozgina netsangizlar ham, qo'shsangizlar ham 1000 ming joy solib bo'lmaydi. Joy o'rinlarni bilasiz, hozir 50 ming 60 ming dollar olib ketdi 450 metr kvadrat. Xullas, pastda raqamlarni qoldiraman, bemalol murojaat qilaveringlar. Shunning katta hovli joy izlab yurgan yaqinlaringizga yuborib qo'yinglar.